Damas. Syomkani lavz qilib aytayapman opalar. Qani? Hammasi bir xil narsami? Nima kerak? Och. Sovg'a chiqdi birinchisidan, opa qarabdi. Sizga opamga aytdimki, bitta rahmat aytadigan ish qilib beraman deb aytdim. To'g'rimi misol? Endi xohlasangiz opa birinchisini o'chirdim, shu sovg'ani beraman sizga. Opa qarab turing. Mana birinchisini beraman. Uka, shu sovg'ani ber desangiz beraman. Agar yo'q o'sha ko'rmasdan turib bitta taklif ber desangiz, sizga opa qarab turing. Ha, almashtirib beraman nimaga? Sizga 18 talik emas, 19 talik original Rossiyani kukmara qozonlar to'plagan komplekt naborlarini beraman agar sovg'asiga ko'rmasdan alishtirib olaman desangiz. Yo'q, ochaman shu sovg'ani beraman. Nima qilaman? Bo'pti, ochaman, tanlab olasiz. Xo'p, ketdi, tabriklaymiz. Opa sizga uzun marka tomonidan 4 ta skorsli, 4 ta sensorli, gilam bardiva degan ham chang tozalaydigan Moshi apparat pilisosini tuvoq opajon tabriklaymiz. Bitta qarsak cholmaysizlarmi? Birinchi sovg'asiga Qancha o'sha pilosofni narxi qancha? Garda yuvadi, gilam yuvadi. Kam gapiring. 3,5 so'mligidan chiqdi. Syomkaga ketib gapirasiz. Ketaversin chomkasi. Chomkani men o'zim istayman, xo'sh. Birinchisi yetdi mana. Kim Dilmonali deyapti? Ha, narga? Aksiyaga kelganini ko'rib. Bu yoqqa mayda narsa yutasan. Nima bo'ldi? Ha, mana yerda biza. Opa omadingiz bor ekan. Tabriklayman. Ve, Siz kod yo'q. Uzun market tomonidan Damas'ga yo'llanma turibsiz. Tabriklayman. Mana Damas'ga yo'llanmalarimiz chiqdi mana. Aka video olib qo'ying mana. Qarang, omadingiz bor ekan. Endi nima bo'ladi? Mana. Bitta videoni ham ko'rib qo'ying, qarab